Minecraft, lekin men bu yerning ichida tirik qolaman. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz boshladik. Yo, what's up? Sizlar bilan Manzadan va biz mana qanaqadir kartaga kirib qoldik. Juda g'alati joyi, Richak. Xo'p, Richakni torting deb yozib chiqqan mana bu yerda. Lekin mayli, xo'p, mana shu kompaniyani yoki komandani bu ishi va mayli, Richakni bosamiz. Xo'p. Yo, portal ochilyapti. Yo, oh my god, bola. Portal. Yo, kirdim va wow, animatsiya ham qilingan. Yo, chotda Junk Survival deb ham yozib berishgan. Agarda shu karta kerak bo'lsa, shuni men Telegram kanalimga o'ting. Mana shu yerda QR kod. Xo'p, bizga 3 ta tanga kerak. Va shu bo'ldi. Xo'p, mayli. Agar tanga kerak bo'ladigan bo'lsa, tanga yig'amizda. Xo'p, menga tanga berishdi va endi ochib ko'raman expand. Lekin bizga 3 ta tanga kerak. 3 ta tanga yig'ish uchun biz har xil 3 ta narsa yig'ishimiz kerak. Masalan, bu mashinaqa daraxt, yer va boshqacha daraxt bo'lsa, men hamma yo'lda oshalaman o'sha granitsalarda va xo'p, mayli, ko'proq daraxt kesib olamiz. Undan oldin esa xo'p, biz mana shu daraxtga chiqib olishimiz kerak. Men uni kessam tushmaydi. Xo'p, mayli, shuni tepaga chiqib olaman-da, mana bu yerdan ko'lab tushaman. Yo, nimagadir bu yo'lda judayam oldin qatiyatdi. Mashinasi eng yaxshisi, lekin bunisi ham laglasiz o'tmayapti. Yo. Mayli, xo'p, kesib olamiz. Bolalar, sizlarga ideyam yoqyaptimi, bilmayman. Endi o'zing bilasizlar. Men horror emas, sal shunaqa temalarga o'tishga qaror qildim, chunki horrordan jicha charchadim bolalar. To'g'risi, miyamni dam oldirish uchun shunaqa formatga o'tdim. Va bu birinchi shunaqa qiziqarli video, horrordan ko'ra yaxshiroq deb o'ylayman. Albatta horrorga qaytamiz qachondir, albatta. Bu hech qachon qo'rqmaymiz. Endi o'zingizning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men to'g'risi qiziq. Ana, endi mana shu daraxtni kesib olsam, 3 ta ko'yin bo'ladi. Mana 3 ta ko'yin bor va endi ochsam bo'ladi, to'g'rimi? Ana ochildi. Xo'p, ana yerda struktura bor ekan. Yo. Xo'p, biz menda bitta savol bor. Verstaklar ham hisobga olinarmikan? Xo'p, ag'iga ocholmaymiz, to'g'rimi? Yo, ochilmadi. Xo'p, o'ylaganimdek. Mayli, biz mana uni kesib olamiz. Mana shuni kesib olamiz. Bu ham bitta blok turi tushish kerak. Ana tushdi. Xo'p, bu ham bitta nima bo'ladi, blok turidaqa. Va mana ikkinchisi va bu ham yaxshi. Xo'p, ana yerda torozlar bor ekan, lekin baryer o'tkazmayapti. Xo'p, biz endi craft qilamiz shekilli. Cho'ta craft qilmasak bo'lmaydi va craft qilsak hozir ancha narsa yig'ib qo'yamiz va bu juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, tezda 2 xil narsa bundan qilib hamma yo'ldan sekin craft qilib olamiz. Lekin men birinchi o'rinda instrumentlar verstak kerak bo'ladi menga va keyinchalik instrumentlar knopkani ham qo'yib olamiz, plita qilamiz. Xo'p, men unaqa blok qilamiz. Yo, birinchi marta ko'ryapman. Krasitel. Mayli, hozirchalik kerak bo'lmasa kerak. Mayli, versakni qo'yamiz-da. Xo'p, qilich. Qanaqa qilich? Menga cho'pa kerak va mana agarda shu videoda ikkinchi qismini xohlasalaring, shuni like bosinglar va kommentariyada bu haqida yozib qoldiringlar. Men ikkinchi qismni xohlayman deb yozsalaring, mayli, ikkinchi qism chiqadi. Ungacha men tosh kesib olaman, sabab tosh bu eng muhim narsalardan biri va tosh ham bitta blok turi bo'ladi. Va keyin menimcha danishga aniqroq piramidaga, junglarning piramidasiga boramiz va xo'p, tezda o'shda loot qilamiz. Hatto ham zo'r loot bo'ladi. Men bilishim bo'yicha sirli xona ham bor. Sirli xona, bilmaganlar uchun hozir kursdaman. Qanday qilib atni topishdan 2 xil yo'li bor. Конечно, o'shini ham ko'rasizlar. Mayli, xo'p, hozir endi metta ochamiz va tezda o'tib ketib olamiz. Bo'ldi, mana ochildi va xo'p, naryoqda ham ochsak bo'ladi, lekin men mana ochib ko'raman. Bu qaranglar, faqat bitta chang qilib ochyapti. Полностью mana shu tomonga bitta olib ketgani yo'q. Bitta chang qilib ochyapti. Bog'da ham ochmoqchiman.
Ochildimi? Ha, ochildi. Zombi bor ekan. Mayli, zombilarni o'ldiramiz. Undan oldin esa yo'q, ochilmabdi baryer. Ha, mayli. Verstakimni qo'yib, qo'yilmayapti. O'ylaganimdek. Verstakimni qo'yib, men qilich qilib olaman shu maxluqlarni o'ldirish uchun. Hatto bulardan tashqari. Yo'q, skelet bilan zombi urushyapti. Men ungacha mana shunisini o'ldirib olaman, mayli. Xo'p, tezroq o'ldirib olsam, menga bu yaxshi bo'lardi. Nimagadir judayam sekin o'lishyapti. Hop, hamma zombilarni o'ldirib, mana oxiri sondiq ochgani kelyapman va sondiqning ichida shu narsalar ham mayli, uncha yomon ham emas, chidasa bo'ladi. Bambuk va gnilaya plotь. No, mayli, bambuk topdim. Xo'p, mana buni ip sindirsak, nima deydi buni? O'rgimchak to'ri. Ha, o'rgimchak to'rini va keyin qanaqadir datchikni sindirib olsak bizga yaxshi bo'lardi. Xo'p, biz endi mana shu yerdan parolni topishimiz kerak. Shayton parol topsa, eshik ochiladi va siz borib, kirib, olib, sovg'ani chiqsangiz bo'ladi. Lekin buzsangiz ham bo'ladi osongina va men parolda qiynalib ketdim. Oddiy buzib qo'yaman borib. Ammo-yu, xo'p, mana oxiri topib chiqdim. Mana shu Porscheni sindirib olsam bo'ldi. Almas va oltin, bu juda ham ajoyib. Xo'p, biz mana Porscheni ham sindirib olamiz va boshqa Porschelarni ham sindirib olaman. Mana shu tepadagi Porscheni sindiraman. Xo'p, bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Shuni chiqib ketsam bo'ladi, lekin sondiqni ham mayli, hozir qaytib kelaveraman. Mayli, sondiqda olarkanman, baribir sondiq ham bitta blok, chunki sondiq o'zim qilmoqchi edim, lekin mendan kesib olsam ancha ekonomliroq bo'ladi. Mana uni ham kesib olaman. Oxiri mana tepaga chiqib bir ikkita changni ham ochdim va shu bilan bo'ldi shekilli. Xo'p, mayli. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan zidimidi, hammaga bo'pti.